Xabaringiz bor, respublikamiz bo'ylab jinoyatchilikni oldini olish, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash, shuningdek, yo'l transport hodisalarini sonini kamaytirish maqsadida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu oylik doirasida Toshkent viloyatida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Olmaliq shahrida o'tkazilgan tadbir davomida dastlab mas'ul rahbarlar tomonidan xizmat oldi yo'riqnoma o'tkazildi. Yo'riqnomada ichki ishlar tizimidagi barcha sohaviy xizmatlar ishtirok etdi va ularga fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash, ular bilan xushmuomala bo'lish, huquqbuzarlarga nisbatan belgilangan tartibda choralar ko'rish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalar to'g'risida aytib o'tildi. Shundan so'ng barcha kuch vositalar belgilangan hududlarga xizmat olib borish uchun jo'natildi. Profilaktik tadbirlar davomida asosiy e'tibor giyohvand va psixotrop moddalar olib yurgan va savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslarni aniqlashga qaratildi. Shu kuni tezkor xodimlar tomonidan psixotrop moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxs aniqlandi. Qanchadan beri faoliyat yuritasiz mana shunaqa narsalar? Bir oychalar bo'lib qoldi. Bir oychalar atrofida. Bu narsani qilib xato qildim. Bu narsani oxiri voy ekan, hech kimga tavsiya bermayman. Hozir bu yerda o'tirib butun hayotim hatto qolib ketayotgan bolam ko'z oldimdan o'tyapti. Qilgan shundan qattiq pushaymonman. Agar imkon bo'lsa kechirishinglarni so'rayman. Shuningdek, tadbir davomida qidiruvdagi shaxslar, jamoat joyida tig'li vositalar olib yurgan va ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan bir qator shaxslar ham aniqlandi. Bundan tashqari, yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan bevosita yo'l transport hodisalariga sabab bo'luvchi qo'pol qoidabuzarliklar, tegishli hujjatlarsiz hamda mast holda transport vositasini boshqarib yurgan shaxslar aniqlandi. Shu kunga o'tkazilgan profilaktik tadbir davomida bir qator huquqbuzarliklarni oldi olindi. Shahar osoyishtaligi ta'minlandi. Bu kabi tadbirlar viloyatning boshqa tuman shaharlarida ham davom etmoqda.